Bismillahirrahmanirrahim. Ramazandagi taqvolig'ingiz. Sadece İslam bilimlari to'g'ri. Qalblarni uyg'otish va iman etqilariga dunyoda baxt saodatni, oxiratda nijotlik erishishni va'da qilish orqali mu'minlarga ilohiy buyruqlarning ig'irchiliklarini qabul qilishga undash Qur'on Karimning xosliqlaridandir. Bular va'dasi xiloflik qilmaydigan Alloh tarafidan kelgan haq va'dalardir. Qur'on Karimning bu uslubini har bir ilohiy buyruqda ko'rib olaymiz. Ramazon ro'zasini farz qilishmi buning sirtida emas albatta. Bu buyruq taqvolikni qo'lga keltirishdan iborat nafslar va qalblar taplanadigan oxiratlik bir g'oyaga da'vo bo'lib keldi. Bilinglarki, u taqvodorlar Alloh taologa uchrashish uchun zinnatlanadigan bir to'tiyardir. Bu vaqtda Alloh taolo mundaq deydi: "Ey mu'minlar, gunohlardan saqlanishinglar uchun sizlardan ilgirkilarga, ya'ni ilgirki ummatlarga ro'za farz qilingandek, sizlarga mu Ramazon ro'zasi farz qilindi." İnsanın günahlardan saqlanan taqvodor bo'la olishi Allohning maqsadini avvalgilarga va keyingilarga qilgan tavsiyasini hosil qila olishi nima degan buyuk ish? Alloh taoloning buni oyati esingizdami? Sizlardan ilgari kitob berilganlarga, ya'ni Yahudilar va Nasaralarga va sizlarga Allohga taqvodorlik qilishni tavsiya qildik. Alloh taolo bizdan ilgirkilarga taqvolikni tavsiya qilganidek, bizga va bizdan ilgirkilarga Ramazon ro'zasini farz qildi. Chunki ro'za tutquchi bu taqvolikni qo'lga keltiradi. Hasan Basri mundaq deydi: "Alloh bilan qasamki, Ramazon bizga bir oy farz qilingandek, bizdan ilgirki ummatlarga ham farz qilingan edi." Oyatdagi taqvo so'zi al-viqoya degan masdardan kelib chiqqan bo'lib, ma'nosi qo'rqinchli yerlardan yoki sabablarni uzoq turish degan ma'nodir. Shunga Alloh taologa taqvolik qilishdan maqsad Alloh taolo cheklagan ishlardan saqlanish, buyurgan ishlarni ijro qilish bilan Allohning azobiga sabab bo'lgan ish-harakatlardan uzoq turish deganlikdir. Bilganimizdek, mufassirlarning ba'zisi Alloh taoloning "Ey mu'minlar, gunohlardan saqlanishinglar uchun sizlardan ilgirkilarga, ya'ni ilgirki ummatlarga ro'za farz qilingandek, sizlarga ham Ramazon ro'za farz qilindi" degan so'z haqida mundaq deydi: "Ya'ni gunoh ma'siyatlardan saqlanishinglar uchun gunoh ma'siyat umum ishlangan vaqtda dunyo oxiratning azobiga sabab bo'lgan har qanday narsani o'z ichiga oladi. Musulmon kishi nafslarning gunoh ma'siyatlardan cheklaydigan ro'zasi bilan u azobdan saqlanadi. Payg'ambar alayhissalom mundaq deydi: "Ro'za qalqondir, ya'ni qo'g'dug'ichidir. Chunki ro'za gunohlarga sabab bo'luvchi havo-havas va shahvatlarni yo'qotadiganlik uchun gunohlardan qo'daydi. Kamil taqvolik bo'lsa, farz, vojiblarni o'rindash, harom qilingan ishlarni va shubhli narsalarni tashlash bilan birlikda mustahablarni qilish va makruhlarni yiroq turishdir. Bu taqvodorlikning eng ustun darajasidir. Shu sababdan Qur'on Karim taqvodorlarni har qanday ishda eng to'g'ri yo'lga yetaklaydigan yo'l boshlovchi va rahbar qilindi. Dalili Qur'on Karimning beshida Baqara surasining avval oyatlarida bu kitob taqvodorlarning yetakchisidir deb sifatlandi. Bu yana shuning uchunki Qur'on Karim qalblarimizni kamil taqvodorlikka o'rlashtiradi. Ey ro'zador qarindishim, Ramazonning sizga kamil taqvodorlikni berish uchun ro'zingizni moddiy, ma'naviy xatoliklardan qo'g'dash bilan kamil qiling. Umar ibn Abdulaziz rahimahulloh mundaq deydi: "Alloh taologa taqvodorlik qilish kunduzi ro'za tutish va kechalari qiyom turish bilanla bo'lmaydi. Lekin Alloh taolo harom qilgan ishlarni tashlash va Alloh farz qilgan ishlarni vaqtida ado qilish bilan bo'ladi. Kimki yuqoriqilarga erishgandan keyin yana bir yaxshilik muvaffaq qilingan bo'lsa, gul ustiga gul qo'ygandek bo'ladi." Ramazon taqvodorlikning yuqori martabalariga yetish uchun musobaqalashadigan bir maydondir. Gunohlardan saqlanishinglar uchun haqiqiy taqvodorlar Ramazonning kecha va kunduzlarini Allohga iymon etgan, ibodatda savob umid qilgan, nafsini hisobga tortgan holda o'tkazib qolmay, Ramazondan boshqa vaqtlardami amalni bekor qilib o'tadigan riyokorlik va o'z-o'zidan ajablanishdan iborat azob va jazoga sabab bo'lgan ishlardan yiroq turib, ko'plab yaxshi amal qilish uchun nafsidan hisob olib turadi. Salaf solihlar, Alloh ulardan rozi bo'lsin, taqvolikning mohiyatini yashaydi, uning ma'no maqsadlarini bilib, hayotini shunga bilan o'tkazadi. Ularning taqvoligi ibodatlarga ruh bag'ishlaydi. Chunki taqvolik bilan qilingan har qanday bir ibodatning ruhi bor deb qaraydi. Namoz, ro'za, duo, zikr, tavba, zakot, haj, umra, jihad, savob umid qilish, ilm o'rganish va o'rgatish qatorliqlarning hammasining ro'yi bo'lib, ular bu ruhni taqvodorlarning to'g'ri yo'lga yetaklovchi Qur'on Karimning ro'yidan olgan edi.
Shuningdek, ya'ni boshqa payg'ambarlarga vahiy qilgandek, amrimiz bo'yicha sana Qur'onni vahiy qildik. Sen vahiydan ilgari Qur'onning va iymonning nima ekanligini bilmayding. Lekin biz Qur'onni bir nur qildikki, uning bilan bandalarimizning xohlagan kishilarni hidoyat qilamiz. Kelinglar, taqvolikning haqiqatini o'zimizda hozirlaylik. Xuddi salaflar yashatgan taqvolikni, balki u bizda Ramazonning ruhini yashatishi mumkin va balki uning bilan Ramazonning ma'nolarini yashashga muyassar bo'lamiz. Talq ibn Habib radhiyallohu anhu taqvolikning ruhini sharhlab mundaq deydi. Taqvolik degan Allohdan kelgan nurga tayinib, Allohga itoat qilib, u zotning savobini umid qilish va Allohdan kelgan nurga tayinib, Allohga osiylik qilishni tashlab, u zotning azobidan qo'rqishdir. Elg'o Ramazonda turibdimiz. Boshqa vaqtlardami Allohning savobini umid qilib, itoat qilishimiz va azobidan qo'rqishimiz kerak. Qo'rqish bilan umid Allohning roziligiga olib borilgan uchqur ikki qanotga o'xshaydi. Biz Ramazonda taqvolikning bu ma'nolarini o'zimizda hozir qilaylik. Abu Darda radhiyallohu anhu taqvolikning haqiqatini bayon qilib mundaq deydi. Taqvolik degan bandining zarrachilik narsada bo'lsa-mu Rabbidan qo'rqishidir va o'zi bilan haromning o'rtasida bir parda hosil qilish uchun halol deb qaragan ba'zi narsalarni harom bo'lib qilishdan ansirab tark etishidir. Shubhasizki Alloh taolo bandalarga bu dunyoda qilgan ishlarning natijasini oxiratda birdig'anligini bayon qilib mundaq deydi. Kimki zarrachilik yaxshi ish qiladi ekan, uning mukofotini ko'radi. Kimki zarrachilik yomon ish qiladi ekan, uning jazosini tortadi. Şuna siz qilishga tegishli bo'lgan har qanday bir yaxshilikni va saqlanishga tegishli bo'lgan har qanday bir yomon ishni kichik sanamang. O'ylab baqdingizmi, qarindishim? Taqvolik haqidagi bu inchik mulohaza haqida fikr yurgizdingizmi? Taqvolik ayda zehningizni yuqori qilib bilan mashg'ul qilishga hozirlandingizmi? Shubhasizki, bu zarrachilik narsalarda bo'lsa-mu o'zini hisobga torta oladigan yuksak ruh ehtiyojlidir. Unutmangki, her birimiz pat arada kichik sanagan zarrachilik amallarimizning mukofotini ko'ramiz yoki jazosini tortamiz. Shunga biz Ramazonda taqvolikning ma'nolaridan bo'lgan bu ma'noni o'zimizda hozirlaylik. Maymun ibn Mahran rahimahulloh mundaq deydi. Taqvo kishi o'z nafsidan hisob qilishda, bexilning sherikidan hisob qilishidanmi inchik hisob oladi. Biz bu olimning so'zidan shuni tushuna olamizki, taqvolik qalbda qanchalik harakatlansa, uni nafslardan hisob qilishga shunchalik harakatlantira oladi. Bir yil umringizdan bir oyni o'tgan yil qilgan ishlaringizdan o'zingizni hisobga tortish va kelar yilga tayyorlik qilish uchun ayrishingiz ko'p emasdir. Biz bu ma'noni Ramazondagi taqvoligimiz va ibodatlarimizning ma'nolariga qo'shaylik. Abu Hurayra radhiyallohu anhudan taqvolikning nima ekanligi so'ralganda, u savol so'rg'ichidan "Sen tikanlik yo'lda minib baqqanmi?" deb so'radi. U kishi "Ha" dedi. Abu Hurayra "Sen bu yo'lda mangan vaqtingda qanday qilatding?" deb so'radi. U kishi "Tikanni ko'rgan vaqtimda boshqa bir taraf burilatdim, yoki atlab o'tib ketdim, yoki u yo'lda yurishdan voz kechatdim" deb javob berdi. Abu Hurayra "Mana bu taqvolikdir" deb javob berdi. Biz Ramazonda va boshqa vaqtlarda Alloh ishtiyoq bog'lab mangan yo'limizda tikanlarga duch kelamiz. Ramazon u tikanlardan atlab o'tib ketishda va uningdan boshqa tarafga burilib ketishda tarbiyalanish uchun yaxshi bir fursatdir. Mana bu taqvolikning yana bir ma'nosidirki, shoir Ibn al-Mu'tazning aytganlariga ergashib, uni Ramazondagi ibodatlarimizga qo'shishga ehtiyojimiz bor. Kichik-cho'ng gunohlarni tozalashing taqvolikdir. Tikanlikda yurguchi bo'l, ko'rganidan azar qilur. Kichiklarga asal qarama, tog'larni qumdan putur. Ramazonda Allohga yaqinlashish va ro'za tutish bilan taqvolikni qo'lga keltirish haromni tark etmay turib amalga oshmaydi. Ibn Rajab Hanbali rahimahulloh mundaq deydi. Her qanday vaqtda Alloh taolo harom qilgan yolg'onchilik, zulm qilish va insonlarga qonlarida, mollarida ya nom obro'yida dushmanlik qilishga o'xshash narsalarni tark etmay turib, Ramazondan boshqa vaqtlarda muvaffaq qilingan ishlarni tark etish bilan Allohga yaqinlashib bo'lmaydi. Shunga payg'ambar alayhissalom mundaq degan: Kimki yolg'on so'zlash va uning bilan amal qilishni tark etmasa, Alloh taoloning u kishining yeydigan va ichadigan narsani tark etishiga ehtiyoji yo'qdir. Yani bir hadisda aytganki, yeb ichmaganiga ro'za tutgan bo'lmaydi. Shubhasizki, ro'za tutish behuda gap so'z va axloqsiz harakatlardan saqlanish bilan bo'ladi. Buxoriy va Muslimda Abu Hurayra radhiyallohu anhudan marfu rivoyat qilinadiki, ro'za bir qalqondir. Sizlardan birsinglar ro'za tutgan bo'lsa, satgap qilmasin, vaqirab jaqirmasin. Agar biri tilisa yoki urushsa, men ro'zador desin. Hadisdagi qalqon kishini gunohga tushib qolishdan qo'daydigan va aybini yopadigan narsadir.
sətgəp, fahişə və meynət sözlərdir. Ey Allah, sizlərdən hidayətni, təqvalıqni, iffətlik buluşni, behacətlikni, aşkara və yoşurun yerdə sizlərdən qorquşni, şundaqla xuşallanğan və qəzəblənən vaqtlarda haqqını sözləşni sorayımız. Amin. Mənbə Ramazanның ruhi və onun mənisi namlıq kitab. Tərcümədə Muhammed Tursun Yusuf.